Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, nogironlik pensiyasi olayotganlar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar va umuman har bir xonadon uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. So'nggi kunlarda 2026 yilda pensiya bekor qilinadimi? Xalqaro valyuta fondi subsidiya va imtiyozlarni qisqartirishni so'radi. Pensionerlarga yomon xabar degan gaplar tarqalmoqda. Bu gaplarni eshitgan odam albatta xavotirga tushadi. Men ertaga pensiyasiz qolamanmi? Davlat pul bermay qo'yadimi? Yoshga doir pensiya bekor bo'ladimi? degan savollar paydo bo'ladi. Men bugun aynan shu savollarga sodda, aniq va huquqiy tomondan tushunarli qilib javob beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitish juda muhim. Chunki noto'g'ri tushunilgan bitta xabar odamni vahimaga solishi, noto'g'ri qaror qabul qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki men pensiya, nafaqa, subsidiya va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. 2026 yilda pensiya butunlay bekor qilinadi degan rasmiy qaror yo'q. Bunday gapni eshitganingizda darhol manbasini so'rashingiz kerak. Pensiya bu oddiy yordam puli emas. Bu fuqarolarning qonun bilan belgilangan ijtimoiy huquqi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi to'lovlar O'zbekiston qonunchiligida aniq tartib bilan belgilangan. Uni bir kunda bir og'iz gap bilan yoki faqat xalqaro tashkilot tavsiyasi bilan bekor qilib bo'lmaydi. Lekin bu yerda muhim nozik nuqta bor. Pensiya bekor qilinmaydi degani, pensiya tizimida o'zgarish bo'lmaydi degani emas. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida pensiya tizimi qayta ko'rib chiqilyapti. Sababi oddiy. Aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi oshmoqda. Pensionerlar soni ko'paymoqda. Ishlayotgan va budjetga badal to'layotgan aholi bilan pensiya olayotgan aholi o'rtasidagi nisbat o'zgarib bormoqda. Masalan, avval bir pensionerga bir necha nafar ishlovchi to'g'ri kelgan bo'lsa, kelajakda bu nisbat kamayishi mumkin. Bu esa davlat budjetiga bosim qiladi. Endi iqtisod subsidiya so'radi degan gapga kelamiz. Xalqaro valyuta fondi, ya'ni WF odatda davlatlarga iqtisodiy barqarorlik bo'yicha tavsiyalar beradi. Ular ko'pincha shunday deydi: budjet xarajatlarini samarali qiling, maqsadsiz subsidiyalarni kamaytiring, yordamni haqiqatan muhtojlarga yo'naltiring. Energiya narxlarini iqtisodiy asosga yaqinlashtiring. Yashirin imtiyozlarni ochib ko'rsating. Bu tavsiyalar avtomatik ravishda pensionerlardan pensiya olib qo'yilsin degan emas. Subsidiyani qisqartirish va pensiyani bekor qilish mutlaqo boshqa tushunchalar. Ilgari qanday edi? Ko'p yillar davomida davlat ayrim mahsulotlar, xizmatlar yoki sohalarni umumiy tarzda qo'llab-quvvatlab keldi. Masalan, elektr, gaz, issiqlik ayrim kommunal xizmatlar narxi aholi uchun pastroq ushlab turildi. Bunday holatda boy odam ham, kam ta'minlangan odam ham bir xil past narxdan foydalandi. Natijada davlat katta mablag' sarflaydi. Lekin yordam aniq muhtoj oilaga yetib boradimi yo'qmi? Bu savol ostida qoladi. Hozirgi yondashuv esa shunday. Umumiy, hammaga birdek beriladigan imtiyozdan ko'ra aniq muhtoj oilaga pul, kompensatsiya yoki manzilli yordam berish samaraliroq deb qaralmoqda. Nima o'zgaryapti? O'zgarayotgan narsa shuki, davlat xarajatlari kimga, nima uchun va qancha degan savollar asosida qayta tartibga solinmoqda. Pensiya tizimida ham raqamlashtirish kuchaymoqda, ish staji, badal ish haqi, hujjatlarning to'g'riligi ko'proq tekshirilmoqda. Avval arxivdan qog'oz topish, ish joyidan ma'lumotnoma olish asosiy masala bo'lgan bo'lsa, hozir elektron bazalar, yagona reyestrlar, soliq va bandlik ma'lumotlari muhim rol o'ynayapti. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi, yomon tomoni bilan esa hujjati to'liq bo'lmagan odamlar qiynalib qolishi mumkin. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini alohida tushuntiraman. Birinchi toifa hozir pensiya olayotgan yoshga doir pensionerlar. Agar siz qonuniy tartibda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, pensiyangiz tayinlangan bo'lsa, har oy to'lov olib kelayotgan bo'lsangiz, 2026 yilda hamma pensiya bekor bo'ladi degan gapdan vahimaga tushmang. Sizning pensiyangizni bekor qilish uchun aniq qonuniy asos kerak bo'ladi. Masalan, hujjatda soxta ma'lumot aniqlansa, ikki joydan noto'g'ri to'lov olingani chiqsa, shaxs vafot etgani bazada qayd qilinsa-yu, to'lov davom etgan bo'lsa, shunday holatlar tekshirilishi mumkin. Lekin oddiy pensioner, ya'ni umr bo'yi ishlab, ish staji va huquqi asosida pensiya olayotgan odam to'satdan hech qanday sababsiz pensiyasiz qoldirilmaydi. Misol uchun,
Toshkent viloyatida yashovchi oltin tekis yoshli ota 35 yil zavodda ishlagan, pensiyasi 2 million 400 ming so'm deylik. U odamning mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqqi haqida hujjatlari asosida pensiya tayinlangan. Bu odam XVF subsidiya dedi. Demak, mening pensiyam olib qo'yishadi deb qo'rqmasligi kerak. Chunki uning pensiyasi subsidiya emas, mehnat faoliyati va pensiya huquqi asosida tayinlangan to'lovdir. Ikkinchi toifa pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Mana shu odamlar ko'proq hushyor bo'lish kerak. Chunki pensiya tayinlashda eng muhim masala staj va rasmiy daromad hisoblanadi. Agar siz 55 yoki 60 ming yoshga yaqinlashgan bo'lsangiz, hozirdan hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniqmi? Ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanalar to'g'rimi? Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxivda ma'lumot bormi? Soliq bazasida ish haqi ko'ringanmi? Shular juda muhim. Masalan, bir ayol 30 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisoblash paytida ma'lum bo'ladiki, 1935 yildan 2000 yilgacha ishlagan korxonasi yopilgan, arxivga hujjat topshirilmagan, mehnat daftarchasida muhr noaniq. Natijada 5 yil staj tasdiqlanmay qolishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Demak, 2026 yilda pensiya bekor bo'lishidan emas, hujjatlaringiz tartibsizligidan ko'proq xavotir olish kerak. Uchinchi toifa norasmiy ishlaganlar. Men buni alohida ta'kidlayman. Konvertda oylik olgan, soliqsiz ishlagan, mehnat shartnomasisiz yurgan odamlar pensiya vaqtida qiyin ahvolga tushishi mumkin. Bugun 4 million so'm naqd olib, rasmiy ish kerak emas deb yurish ertaga pensiya hisobida zarar keltiradi. Chunki davlat sizning stajingizni va daromadingizni rasmiy ma'lumot asosida ko'radi. Agar siz 10 yil ustada, do'konda, qurilishda, fermerda ishlagan bo'lsangiz, lekin hech qayerda rasmiy ko'rinmagan bo'lsangiz, pensiya hisobida bu yillar muammo bo'lishi mumkin. Masalan, darbish yoshli erkak 20 yildan beri qurilishda ishlaydi. Oyga yaxshi pul topadi, lekin rasmiy shartnomasi yo'q. U men baribir ishlayapman-ku deydi. Lekin 6 yoshga yetgan davlat bazasida uning 20 yillik mehnat ko'rinmasa, pensiya miqdori past chiqishi mumkin. Shuning uchun hozirdan rasmiylashtirish juda muhim. 4-toifa nogironlik pensiyasi va nafaqa oluvchilar. Bu yerda ham katta vahima kerak emas, lekin tibbiy komissiya, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi, hujjatlar tartibli bo'lishi shart. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, boshqa tartib. Agar ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, belgilangan vaqtda qayta ko'rikdan o'tish zarur. Ayrim odamlar men oldin olganman, o'zi davom etaveradi deb o'ylaydi. Lekin tizim raqamlashtirilganda muddati tugagan, hujjat sabab to'lov to'xtab qolishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, hujjat yangilanishi kerak degani. 5-toifa subsidiyalar va ijtimoiy yordam oluvchilar. Mana shu yo'nalishda o'zgarishlar ko'proq bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, uy-joy subsidiyasi, kommunal kompensatsiya, bolalar nafaqasi, moddiy yordam. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan to'lovlar aniq mezonlar asosida qayta tekshirilishi mumkin. Oilaning daromadi, mol-mulki, avtomobili, bankdagi operatsiyalari, rasmiy ish haqi. Hatto ayrim hollarda kadastr ma'lumotlari inobatga olinadi. Agar oila haqiqatda muhtoj bo'lsa, yordam olish huquqi saqlanishi kerak. Lekin oilaning daromadi yuqori bo'lsa-yu, qog'ozda kambag'al ko'rinayotgan bo'lsa, bunday holatlar kamaytiriladi. Masalan, bir oilada er norasmiy katta daromad topadi, xotin nomida ijtimoiy nafaqa rasmiylashtirilgan, uyda 2 ta mashina bor, lekin daromad bazada ko'rinmaydi. Raqamlashtirish kuchayganda bunday holatlar aniqlanishi mumkin. Bunda davlat hamma kambag'allarga yordamni to'xtataman demaydi, balki yordam haqiqatda muhtojga bo'lsin degan tamoyilga o'tadi. Birinchi nozik masala. Pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Ko'pchilik pensiya, nafaqa, subsidiya, kompensatsiya degan so'zlarni aralashtirib yuboradi. Pensiya odatda ish staji, badallar, yosh yoki nogironlik kabi huquqiy asoslarga bog'liq. Nafaqa esa ayrim hollarda staji yetarli bo'lmagan, muhtoj yoki alohida toifadagi shaxslarga beriladigan ijtimoiy to'lov bo'lishi mumkin. Subsidiya esa aniq xarajatni qoplash yoki arzonlashtirish uchun beriladigan yordam. Masalan, uy-joy sotib olishda boshlang'ich badalning bir qismini qoplash yoki kommunal to'lovlar oshganda kompensatsiya berish. Shuning uchun subsidiya qisqaradi degan gap pensiya tugaydi degani emas. Ikkinchi nozik masala. Pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Bu ham odamlarda noto'g'ri tushuncha uyg'otadi. Qayta hisoblash har doim kamaytirish degani emas. Ba'zan odam qo'shimcha staj hujjatini topsa, pensiyasi oshishi mumkin.
Ba'zan ilgari hisobga olinmagan ish haqi ma'lumoti topiladi. Natijada pensiya miqdori ko'payadi. Lekin aksincha, noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, bir fuqaro ikki hududda bir xil turdagi to'lovni olgan bo'lsa yoki vafot etgan qarindoshining kartasidan pensiya yechib yurilgan bo'lsa, bunday holatlar jiddiy qonuniy oqibatlarga olib keladi. 3-nozik masala. Bank kartalari va ishonch nomalari. Ko'p pensionerlar pensiyasini farzandining kartasiga o'tkazdiradi yoki kartani farzandiga berib qo'yadi. Bu har doim ham xavfsiz emas. Agar karta yo'qolsa, pul yechib olinsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Agar pensionerning o'zi puldan foydalana olmayotgan bo'lsa, oilada nizo chiqishi mumkin. Men tavsiya qilaman, pensioner o'z kartasini, PIN kodini begona odamga bermasin. Agar farzand yordam beradigan bo'lsa, hammasi ochiq va rozilik bilan bo'lsin. Kerak bo'lsa, rasmiy ishonchnoma orqali tartibga solinsin. 4-nozik masala, chet elga ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda yashasa, ayrim to'lovlar bo'yicha qo'shimcha tartiblar bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida ko'riladi. Kimdir davolanishga ketadi, kimdir farzandinikida vaqtincha turadi, kimdir doimiy yashash uchun ko'chadi. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlardan oldindan aniqlashtirish kerak. Qo'shnim aytdi, pensiya to'xtamas ekan yoki Telegramda o'qidim, hammasi bekor bo'lar ekan degan gap bilan ish tutmang. 5-nozik masala, ish faoliyatini davom ettirayotgan pensionerlar. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu yomon emas, aksincha tajribali kadrlar jamiyatga foyda beradi. Lekin ish rasmiy bo'lsa, daromadlar ko'rinadi, ayrim to'lovlar va imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensiyaning o'zi saqlanishi mumkin, ammo kam ta'minlanganlik mezoniga asoslangan boshqa yordamlar qayta bog'lanishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensioner ishlayotgan bo'lsa, ish beruvchi bilan shartnoma, oylik, soliq masalalarini to'g'ri rasmiylashtirsin. 6-nozik masala, pensiya yoshini oshirish haqidagi mishmishlar. Ba'zan 2026 yildan pensiya yoshi oshar ekan degan gaplar ham chiqadi. Bu juda sezgir masala. Pensiya yoshini o'zgartirish uchun qonunchilikka aniq o'zgartirish kiritilishi rasmiy e'lon qilinishi kerak. Shuning uchun har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Dunyoda pensiya yoshi masalasi ko'p davlatlarda muhokama qilinadi. Lekin muhokama bilan qabul qilingan qaror bir xil emas. Har bir mish-mishni qaror deb qabul qilmang. 7-nozik masala, inflyatsiya va pensiyaning real qiymati. Hatto pensiya bekor qilinmasa, narxlar oshsa, pensionerning qo'lidagi pulning kuchi kamayishi mumkin. Masalan, pensiya 2 million so'm bo'lib qolaveradi. Lekin dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar oshsa, odamning real xarid qobiliyati pasayadi. Shuning uchun pensiya indeksatsiyasi, ya'ni oshirib borish masalasi juda muhim. Davlat odatda eng kam pensiya, bazaviy hisoblash miqdori yoki ish haqi o'zgarishlari orqali ayrim to'lovlarni oshirib boradi. Lekin pensionerlar ham o'z xarajatlarini rejalashtirishi, ayniqsa dori kommunal to'lov, qarz va kredit masalalarida ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. Pensiya bo'yicha xabar eshitsangiz, uni darhol qarindoshlar chatiga tarqatmang. Avval pensiya jamg'armasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, adliya vazirligi, rasmiy hukumat portallari yoki qonunchilik ma'lumotlaridan tekshiring. Agar xabar bir tanishim aytdi yoki falon kanalda chiqdi degan shaklda bo'lsa, unga ehtiyotkorlik bilan qarang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, quyidagilarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar bo'lsa, ularni ham o'qish davri ayrim holatlarda kerak bo'lsa diplom ma'lumotlari. Bolalar tug'ilganlik guvohnomalari ayrim hisoblarda zarur bo'lishi mumkin. Ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar. Hamma hujjatni bitta papkaga joylang. Nusxa qilib qo'ying. Telefoningizda suratga olib saqlang. Lekin asl hujjatlarni yo'qotmang. 3-qadam, ish stajingizni oldindan tekshirtiring. Pensiya yoshiga yetganda yugurib qolmaslik uchun ilk 2 yil oldin hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening ish stajim bo'yicha ma'lumotlar to'g'rimi? Qaysi davrlar tasdiqlanmagan? Qaysi hujjat yetishmayapti deb so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot oling. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilot yoki arxiv orqali tasdiq kerak bo'lishi mumkin.
To'rtinchi qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashishga harakat qiling. Men buni juda jiddiy aytaman. Bugun rasmiy shartnomasiz ishlash qulay tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya, kredit, subsidiya, kasallik varaqasi, mehnat nizosi, baxtsiz hodisa bo'yicha muammo tug'iladi. Ish beruvchingizdan mehnat shartnomasi tuzishni so'rang. Oylikni rasmiy ko'rsatishni talab qiling. Agar yakka tartibda ishlasangiz, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shakllarni o'rganing. 5-qadam. Agar pensiyangiz yoki nafaqangiz to'xtab qolsa, vahima qilmang, sababini yozma so'rang. Hududiy pensiya jamg'armasiga boring yoki davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qiling. Mening to'lovim nima sababdan to'xtatildi yoki kamaytirildi? Qaysi hujjat asosida? Qanday tartibda tiklash mumkin? deb yozma javob talab qiling. Og'zaki gapga suyanmang. Yozma javob bo'lsa, keyingi harakatni aniq bilasiz. 6-qadam noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, qayta hisoblashni so'rang. Masalan, sizda qo'shimcha 7 yil stajni tasdiqlovchi arxiv hujjati topildi. Yoki ilgari yuqori ish haqi olgan davringiz hisobga olinmagan. Bunday holatda pensiyani qayta hisoblash bo'yicha ariza berish mumkin. Arizada aniq yozing. Mening pensiyamni qo'shimcha taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Hujjatlar nusxasini ilova qiling, aslini ko'rsatishga tayyor bo'ling. 7-qadam. Subsidiya yoki ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, oilaviy daromadni yashirmang. Chunki raqamli tizim kuchaygan sari yashirgan ma'lumot baribir chiqishi mumkin. Agar noto'g'ri ma'lumot bilan yordam olingani aniqlansa, to'lovni qaytarish, jarima yoki boshqa huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l haqiqiy daromad, haqiqiy yashash sharoiti, haqiqiy ehtiyojni ko'rsatish. Agar siz rostdan ham muhtoj bo'lsangiz, buni hujjatlar bilan isbotlang. Daromad ma'lumotnomasi, ishsizlik holati, tibbiy xarajatlar, ijara shartnomasi, oiladagi nogironlik yoki qaramog'idagi shaxslar haqida hujjatlar. 8-qadam. Dorilar va kommunal xarajatlarni rejalashtiring. Pensionerlar uchun eng katta xarajat ko'pincha dori-darmon va kommunal to'lovlardir. Agar siz har oy 2 million so'm pensiya olsangiz, shundan 500 ming so'm dori, 300 ming so'm kommunal, 1 million so'm oziq-ovqatga ketsa, qolgan pul juda kam bo'ladi. Shuning uchun chegirmali dorixonalar, oilaviy poliklinika orqali bepul yoki imtiyozli dori olish imkoniyatlari, mahalla orqali yordam dasturlari bor yo'qligini aniqlang. Har bir hududda imkoniyatlar farq qilishi mumkin. 9-qadam. Farzandlar pensiya ota-onasining hujjatlariga befarq bo'lmasin. Ko'p otaxon, onaxonlar internetdan foydalanmaydi. Davlat xizmatlari tartibini tushunmaydi. SMS xabarini o'qimaydi. Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining pensiya kartasi, to'lov kelgan-kelmagani, hujjat muddati tugamaganini, nogironlik qayta ko'rigi sanasini, kommunal qarzlar yig'ilmaganini tekshirib qo'ysin. Bu hurmat amaliy yordam hamdir. 10-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman, subsidiya chiqarib beraman, 2026 yilgacha hujjat qilib qo'ymasangiz pensiyasiz qolasiz, pul bering degan odamlar uchrashi mumkin. Hech qachon begona odamga pasport nusxasi, bank karta raqami, SMS kod, PIN kod bermang. Davlat xizmatlari uchun to'lov bo'lsa, rasmiy kassaga yoki rasmiy elektron tizim orqali to'lang. Tanish orqali hal qilamiz degan yo'l keyin katta muammo keltirishi mumkin. Endi yana asosiy savolga qaytaman. 2026 yilda pensiya bekor qilinadimi? Men mavjud mantiq va huquqiy tartibdan kelib chiqib aytaman. Pensiyaning ommaviy bekor qilinishi haqida rasmiy asos yo'q. Lekin ijtimoiy yordamlar, subsidiyalar, imtiyozlar, ayrim to'lovlarni tayinlash mezonlari yanada aniqroq, qattiqroq va manzilli bo'lishi mumkin. Bu jarayonda eng ko'p qiynaladiganlar hujjati yo'q, staji tasdiqlanmagan, daromadini yashirgan yoki rasmiy manbani tekshirmay mish-mishga ishongan odamlar bo'ladi. Bugungi gapning eng muhim mazmuni shuki, pensiya bilan subsidiya bir xil emas. Xalqaro tashkilot tavsiyasi pensiya avtomatik bekor bo'ladi degani emas. Lekin davlat xarajatlari va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tartiblar kuchayishi mumkin. Shuning uchun vahima emas. Tayyorgarlik kerak. Hujjatlaringizni tekshiring, ish stajingizni aniqlang, rasmiy ishlang. To'lovlaringiz to'xtasa yozma javob oling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu ma'lumotni albatta ularga tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizningcha pensiya tizimida eng katta muammo nima? Pensiya miqdorimi, hujjat yig'ishmi? Dorilar narximi yoki subsidiyalar tartibimi? Fikringiz men uchun muhim. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying.
Chunki men sizga pensiya, nafaqa, subsidiya va qonuniy huquqlaringiz bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.